Demek keyingi reaksiyamizni oksidlanish qaytarish reaksiyamizni noodatiy usulda, ya'ni atomar kislorod usuli orqali tenglashga harakat qilamiz. Kaliy permanganat, demak mana bu masalamiz. Mana shu masalani demak atomar kislorod usulida tenglab berishga harakat qilaman. Kaliy marganez O4 demak xo'p. Kaliy marganez O4 hop. Plus perix vodorod H2O2 plus sulfat kislota H2SO4 hosil bo'lyapti bu tarafda marganez sulfat marganez SO4 plus bu tarafda yana hosil bo'ladi kaliy sulfat kislorod kaliy 2SO4 plus kislorod hosil bo'lyapti yana suv H2O. Reaksiyada aytyaptiki, koeffitsiyentlar yig'indisini hisoblang deyapti. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi atomar kislorod usuli shunday narsaki, bu yerda o'zgarishga uchraganini olishimiz kerak bunda ham. Birinchi demak kaliy permanganat o'zgaryapti marganez sulfatga yoki bo'lmasam kaliy sulfatga o'zgaryapti. Shu nimadan foydalanishimiz kerak? Hop, bizda birinchi o'zgarish kaliy permanganat kaliy marganez O4 bu tarafga o'tib, demak o'ng tarafga o'tgandan keyin marganez sulfatga o'zgaryapti. Marganez SO4. Hop, undan keyin chap tarafda demak kaliy bor. Bu tarafga ham kaliy yozishim uchun kaliy sulfat ko'rinishida yozishim kerak. Plus kaliy sulfat yozaman. Kaliy SO4. Endi demak o'ng tarafda marganez bor, kaliy bor, chap tarafda ham kaliy bor, marganez bor. Bitta narsa yo'q, demak oltin guyut yo'q. Oltin guyut yozishim uchun mana bu sulfat kislota tarzida yozishim kerak oltin guyutni. Demak H2SO4. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa hop. Vodorod yozishim kerak. Vodorodni o'ng tarafga yozishim uchun suv ko'rinishida yozishim kerak. Plus H2O. Endi o'ng va chap tarafdagi nimalarni yozib qo'yishim kerak, tenglab qo'yishim kerak. Bu tarafda kaliy 2 ta, demak kaliy permanganatni oldiga 2 qo'yib qo'yaman, marganezni oldiga ham 2 qo'yib qo'yaman. Hop, endi teng bo'ladigan narsa, hop, boshqa narsa. Vodorodni tenglab qo'yishim kerak. Bu yana o'ng tarafda sulfat 2 ta yu 3 ta, sulfat kislotani oldiga 3 qo'yaman. O'ng tarafga ham 3 qo'yaman, demak vodorodni oldiga 3 qo'yaman. Demak vodorod, kaliy, oltin guyutlar, marganez teng bo'ldi. Bitta teng bo'lmagan narsa kislorod. Shuning uchun mana tenglashni ham atomar kislorod usuli deb nomlanadi. Demak, mana kaliy permanganatda 8 ta kislorod, sulfatda 12 ta. Jamini hisoblasam, demak 20 ta kislorod bor bunda. Endi o'ng tarafda demak mana marganez sulfatda 8 ta kislorod bor, kaliy sulfatda 4 ta, mana unda 3 ta. Jamini hisoblasam to'g'ri keladi. Demak, hop 7 15 ta. 15 ta kislorod bor ekan bu tarafda. Bu taraf chap tarafda 20 ta kislorod. Hop, o'ng tarafda 20 ta qilishim uchun bu tarafga 5 ta kislorod berishim kerak, ya'ni 5 atom kislorod. 5 atom kislorod berishim kerak o'ng tarafga. Shunda demak teng bo'ldi endi. Hop, keyingi ishimiz, hop, keyingi o'zgarishimiz mana bu perix vodorod o'zgaryapti kislorodga. Hop. Mana bu yerga vodorod peroksid yozaman. H2O2 o'ng tarafga o'tib, demak kislorodga o'zgaryapti. O'ng tarafga vodorod qo'yishim kerak. Vodorodni suv ko'rinishida yozaman H2O tarzida. Endi ikkala tarafda ham vodorod kislorod bor, endi tenglab qo'yishim kerak. Xo'p. Bu tarafda 2 ta kislorod, bu tarafda 3 ta kislorod. Bu chap tarafga bitta kislorod yetmayapti. Shuning uchun bu o'ng tarafga bitta kislorod qo'yib qo'yaman. Bir sonini yozib qo'yaman, mana kislorodga tegishli. Demak, reaksiyamiz teng bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerdan bitta chiziq tortaman-da. Mana bu 5 ta bu yerga, mana bu yerga olib kelaman. Mana bu 1 da, mana bu yerga olib kelaman. Demak, umumiy maxraj beraman ikkalasiga 5. 5 ni 5 ga bo'lsam 1, 5 ni 1 ga bo'lsam 5. Xullas ikkalasi aylanib qoladi. Endi keyingi qilinadigan ish, hop, mana o'rtadan bo'laman. Mana kaliy permanganat, sulfat kislotani mana bu yerdagi koeffitsiyentga ko'paytirib yozaman. Bu tarafdagilarni ham bu tarafga ko'paytirib yozaman. Demak, kaliy permanganat 2 ta, 2 ni 1 ga ko'paytirsam mana bu yerda
belgilab qo'yapman. Bunga ko'paytirib yozishim kerak. 2 ni 1 ga ko'paytirsam, demak 2 ta kaliy permanganat ekan. Manganez O4. Xo'p. Plus sulfat kislota 3 ta 1 ga ko'paytiraman. 3 ta sulfat kislota H2SO4. Endi mana bu chiziqdan keyin bu tarafga o'ng tarafga o'tmayman, chunki chap tarafda perix vodorod ham bor. Endi perix vodorod bir koeffitsient bor. Shu bir koeffitsiyentni bu tarafdagi mana bu 5 ga ko'paytirib yozishim kerak, mana bu 5 ga. Demak, perix vodorod 1 bor, 1 da 5 ga ko'paytirsam 5 ta perix vodorod H2O. Chap tarafini yozib bo'ldim, endi o'ng tarafini yozishim kerak. Marganez sulfat oldi 2 ni 1 ga ko'paytirib yozaman yana. Demak, 2 ta marganez sulfat SO4 plus kaliy sulfat oldi 1 koeffitsient bor, 1 da 1 ga ko'paytirsam 1. Demak, bitta kaliy sulfat, kaliy 2SO4. Undan keyin suvni yozishim kerak. Suvni yozmay turaman, chunki pastda ham suv, mana bu yerda ham suv bor. Ikkalasini qo'shib yozishim kerak. Yoki bo'lsa yozib qo'ysak bo'laveradi. Demak, 3 kara 1 3 ta suv bor. 3 ta H2O. Plus davomi bor reaksiyamiz. Mana bu yerda kislorod bo'lishi kerak. Kislorod 5 ta ekan. Demak, men oldida 1 koeffitsient bor ekan. Shu koeffitsiyentni mana 5 ga ko'paytirib yozishim kerak. 1 da 5 ga ko'paytirsam 5 ta kislorod. Plus va mana bu yerda bitta suv bor, shuni ham 5 ga ko'paytirib yozaman. Plus 5 ta suv H2O. Endi ikkita joyda suvimiz bo'lib qoldi. Mana shu 5 mana bu yerda 3 ta, mana bu yerda 5 ta suv bo'lib qoldi. Shu ikkalasini birlashtirib 8 ta suv deb yozsam bo'laveradi. Hop, mana bu yerda demak o'chirib tashlayman. Hop. 8 ta suv deb yozsam bo'laveradi. Ikkalasini. Hop. 8 ta H2O. Endi reaksiyamiz teng deb hisoblasak bo'laveradi. Kislorodlar sonini sanayman. Hop, mana bu yerda 2 kara 4 8 ta, 3 kara 4 12 ta, 5 ta nima bor ekan? Kislorod bor ekan. Hop, 17 ta, 25 ta jami. Kislorod soni 25 ta. Kislorodlar teng bo'lsa, reaksiyamiz teng bo'ladi. Hop, bu tarafda 8 ta, mana unda 4 ta, bunda 8 ta, hop, mana unda 10 ta. Demak, jami hop 16 26 reaksiyamiz teng emas nimagadir. Qayerdadir xato bor. Demak, kechirasizlar, men perix vodorodni suv qilib ketib qolibman. Demak, mana 5 ta hop perix vodorodni endi reaksiyamiz teng bo'ladi. Demak, hop, endi mana 5 ga 2 10 ta bo'ladi mana unda. Hop. Hop, mana 5 ta o'rniga 10 yozaman. Plus reaksiyamiz teng bo'ldi. Bizdan so'ragan narsa demak, hop. Bularda so'raman. Demak, kerak emas bizga. Hop, bizdan so'ragan narsa, hop, nima so'ragan bizda? Masalan, sharti bo'yicha koeffitsiyentlar yig'indisini so'ragan. Mana bu yerda demak, hop. 2 3 5 bo'ldi. Bunga qo'shsam, demak, hop 10 chap taraf. O'ng tarafda hisoblayman 2. Mana bu yerda 1 bor, 3 bo'ldi. Mana 8 ni qo'shsam 11. Mana 5 ni qo'shib qo'yaman. Demak, jami bizda 7 8 16, jami 26. Javob. Ikkalasini qo'shib qo'ysam 26. 26. To'g'ri javob A. Xullas, atomar kislorod usuli jicha ozgina murakkabroq, lekin mohiyatni tushunib olsak, ishlashimiz osonroq bo'ladi. Demak, A javob.